Yarim soatda besh barmoq tayyorlaymiz. Ushbu video menga o'xshagan yosh bolasi bor uy bekalari uchun. Kartoshka va sabzi solish bu xohishga qarab. Ishimni avvalo onajonim o'rgatganlaridagi qattiqqina xamir qorib, yaxshilab mushlab tindirib olishdan boshladim. Xamirga mehr berib yoysang, dumdumaloq chiqadi derdilar. Qattiqqina xamirni yupqa va dumdumaloq qilib yoyib olib, katta to'rtburchak shaklda kesib oldim. Men qolgan narsalarni qilib turaman deb xamirlarimni stolda qoldirgan edim. Tinishi uchun bolajonim bo'lsa uni o'ynab, g'ijimlab, maydalab tashabdi. Hamma mayli dedim deb boshqatdan xamirni qilib, yoyib, boshqatdan kesib pishirib oldim. Tayyor norinni sho'rvasini qaynatib, piyozni to'g'rab, ustiga qo'yib oldim. Va xuddi o'sha norinni sho'rvasida xamirlarimni bitta-bittalab pishirib oldim. Srochni 5 barmoq qilayotganim uchun va 4-5 soatlab go'shtni pishirib kutib o'tira olmaganim uchun Food Max brendidan 5 barmoq qazisi tushonkasini ishlatdim. Va alhamdulillah 5 barmoq tayyor. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang.